Achchida bir emas, 3 ta chekimiz sotuvda do'stlarim. Shoshilinglar. 20 ga 30. Mana 1, 2, 3 ta chekimiz do'stlarim sotuvda. Xullas, bu yog'imiz mana 20 bo'lyapti. Mag'imiz ko'cha ekan. Mahalla tushar ekan mana yerga. Mana bu birinchi qozig'imiz. Mana. Keling aka bu yoqqa. Mana bu yerga 30 setgan, ya'ni ichkari tomonga. Ana shu qozig'imiz ikkinchi qoziq bo'lyapti. Uylardagi mashturishda bitta yaqinlashtirib qo'ying, ro'paramizda uylar qo'shnilar. Bu joyimiz achchi. Ya'ni do'stlar, kanalni bo'yidan kirsanglar bo'ladi. Kanalni bo'yidan teva tomonidan burilib, asfalt yo'ldan 110-marshrutkalarning kanechkasi, 136-marshrutkalarning kanechkasilaridan o'tib, vashi yangi yo'l bo'yidan. Dakansa tushganinglarda eski yangi yo'lga tushib qolasizlar, ya'ni mol bozorda yo'lga tushib qolasizlar. O'ng qo'lga yurasizlar, ya'ni pochta tomonga qarab o'ng qo'lga yurganinglarda ikkinchi kirpichniy zavod. Birinchisi ro'parada keladi yo'ldan keyin. Undan keyin ikkinchi kirpichniy zavoddan chap qo'lga kirib, fermalardan o'tib, ya'ni selovoydan o'tib kirganinglarda shu joyimiz. Ya'ni biz do'ngdan keyin o'sha selovoy kelyapti. Mana o'sha bu yerlarga mo do'ngda nariyog'i o'sha uylar tushishni boshlagan. Mana bu ikkinchi qozig'imiz bo'lyapti. Endi bu yog'iga 20 3-chi qozig'imiz o'ni ko'rinib turibdi. Undan keyin yana qoziqlarimiz bor. Mana do'stlarim, yana bitta qozig'imiz bo'lyapti. Hozir birinchi ko'rsatgan 6 so'tli chekimiz. Ana uni boyagi qozig'imiz. Mana. Endi aka olib bering. Bu birinchi 6 so'tlik. Shu qoziqdan bu yoqqa ketdi. Ona ikkinchi qozig'imiz. Oldimiz turibdi. Mana bu yerimiz, ya'ni ikkinchi 6 so'tlik chekimiz. Buni oldida shu qoziqdan keyin 3-chi 6 so'tlik 20 ga 30 chekimiz bo'lyapti. Do'stlar kelib dokumentlarini srochni tekshirtirib zo'r chiqadigan bo'lsa, ushbu raqamga telefon qilasizlar. 0559 bilan 56 96 86. Qaytaraman, 0559 bilan 56 96 86. Do'stlarim, iloji boricha video tarqatib, like bosib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.